Qarangda, Alloh taolo rahmati keng zot. Allohga gunoh qilsak-ku, Alloh taolo quvonmas ekanda, bandalarimiz gunoh qilyapti. Shu jahannamga ham odam kiradigan bo'ldi deb Alloh taolo quvonmas ekanda. Alloh taolo sizni istig'foringiz bilan quvonar ekan. Bandalariga rahmdil bo'lganligidan istig'forni berdi Alloh taolo. Ana shu istig'for aytsin, gunohlarini kechiraman dedi. Hadisda keladi. Hadisda ibn Adam, ey odam bolasi, iza mala'a dhunubuka anana as-sama, gunohlaring osmon o'par gunohlaring bo'lib ketsa. Subhanalloh. Osmon o'padigan gunohlarni qilsak, osmon o'padigan gunohlarni qilsak va Alloh taologa istig'for aytsak, fastaghfiruni, so'ngra menga istig'for aytinglar, g'afartu lak,